Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, onlayn testlarimizni tahlilini davom ettiramiz. 12-noyabr kuni bo'lib o'tgan testni tahlilini ko'rsatib beraman. Izohlarda so'ralgan savollar 4-chi, 11-chi, 12, 15, 20-chi savollar. Demak, shularni ko'rsatib beraman. 4-savolga qaraymiz. 4-savolda futbol ligasida har bir jamoa boshqa jamoalar bilan 3 martadan o'ynaydi. Demak, 3 martadan o'yin o'ynagan bo'lsa, o'zi bilan 4 ta jamoa bo'ladi. Har bir jamoada 4 ta. Xo'p, 4 ta jamoa o'yinlar sonini hisoblaydigan bo'lsak, 4 ta jamoa 3, 2, 1 bo'ladi. 6 ta o'yin o'tkazgan bo'ladi. 6 ta o'yin g'alaba uchun 3 balldan, durang uchun 1 balldan, mag'lubiyat uchun 0 balldan. Agar 6 ta o'yinda hammasi g'alaba bilan bo'ladigan bo'lsa, g'alabalar bilan tugaydigan bo'lsa, 6/3 jami 18 ball jamg'ariladi. Lekin o'yin durang bo'ladigan bo'lsa, g'alabaga 3 ball olinadi. Durangga esa 1 ball, 1 balldan jami 2 ball olingan bo'ladi. Durang bo'lgan paytda 1 ball kamayadi. Mana 18, 17 ga aylanib qoladi agar bitta o'yin durang bilan tugagan bo'lsa. Biz o'sha farqdan topib olamiz. Endi xo'p, hamma o'yin g'alaba bilan tugadi deb tasavvur qilamiz. 6/3 18, demak jami hisob 18 ball jamg'ariladi agar g'alaba bo'lsa. Endi bu yerda jamoalar to'plagan ballarni qo'shib chiqargan bo'lsak ham 18 chiqadi. 18 dan 18 da ayiramiz 0. Agar mana bu farq biror bir songa teng bo'lib qolsa, duranglar sonini topib berayotgan bo'ladi bu formula. Demak, mana shu formulani eslab qoling. Hamma o'yin g'alaba bilan tugaganida to'plagan ochko bilan jamoalar to'plagan ochkolar farqi duranglar sonini topib beradi. Eslab qoling, juda zo'r formula. Xo'p, endi 11-savolga o'tamiz. D javob bo'ladi, 4-savol javob. 11-misolda savol qanday edi? Raqamlar yig'indisi 8 ga teng bo'lgan uch xonali sonlar ichida eng kattasi va eng kichigini yig'indisi. Eng kattasi 800 bo'ladi, eng kichigi 107 bo'ladi. Qo'shsangiz 907 B javob bo'ladi. Xo'p, 12-savolga o'tamiz. 12-savol Dilmurodning soati 10 daqiqa orqada. Soatim 10 daqiqa orqada. Demak, 10 daqiqa orqada bo'ladigan bo'lsa, 8 ga boriladigan paytga men kechikmay borishim uchun soatim 7:50 bo'lganda borishim kerak. Lekin u 5 daqiqa oldinda deb o'ylab yuribdi. O'zi 10 daqiqa orqadagi soatda 5 daqiqa oldinda deb o'ylasak, biz boradigan manzilimizga 15 daqiqa kechikib boramiz har bir. Xo'p, soatim 12 bo'ldi deb o'yladi. Demak, 12 bo'lgan bo'lsa, 12 dan 15 daqiqani ayiradigan bo'lsak, 11:45 ayiradi. Xo'p, undan keyingi savol 15-savol. 15-savolda Farruh uyining kommunal xarajatlari elektr energiya 169, issiq suv 175, tabiiy gaz 475, umumli hisobda 819 so'm chiqish kerak edi. Lekin uning kalkulyatori o'nliklari bilan yuzliklarning o'rnini almashtirib hisobladi. Xuddi shu holatni pastda yozib chiqamiz. 619, 715 va 745 qo'shib chiqsak 2075. Farqini topadigan bo'lsak, farqi 1260 ga oshib ketayotgan bo'ladi. 1260 D javobi turibdi. Xo'p, 20-misolga qaraymiz. 20-misol poyezd 896 ta yo'lovchi bor. Demak, poyezdda bolalar bor, ayollar bor, erkaklar bor. Jami 896 ta. Bolalar erkaklar bolalardan 9 marta ko'plagani uchun 9x, ayollar esa 4 marta ko'plagani uchun 4x deb oldi. Tenglama, oddiy tenglama bo'lib qoldi. 14x teng 896, x teng 64. Demak, bolalar 64 ekan. Xo'p, erkaklar sonini topib oladigan bo'lsak, erkaklar 576 ta. Bizda savolda erkaklar soni bolalar sonidan nechta ko'p degan, ya'ni farqini so'ragan. 576 dan 64 ayiradigan bo'lsak, 512 B javob chiqadi. Demak, so'ralgan savollar shular edi. Izohlarda savollar tushunmagan misollaringizni qoldirsangiz, yechimlarini ko'rsatib beramiz. Barchaga omad. Bugun ham onlayn testlarimiz davom etadi. Prezident maktabiga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, Big Step o'quv markaziga keling. E'tiboringizni so'rayman.